Tesla vobshe bo'lmagan mashina ekan. Umrda davomı. Nimaga bu? Do'stlar, bitta farqni topinglarchi mana. Ro'paradan ko'rsataman, farqni topinglar mashinani. Mana ikkita tarafda yonboshdan. Bilganlar, farqni o'sha sezganlar kommentariyaga yozib ketinglar. Bunaqa narsani bunaqa holatda Model X'da men birinchi marta ko'ryapman. Bu juda noyob holat bo'lyapti. Hozir miya qisyapti. Men hozir buni istoriyalarda qo'yib boryotgandim. Buni provodkalarni boshqatdan ulab chiqdim. Bu furdagi provodkani noldan yasadim, yo'q edi, chunki nimaga? Bu kelishi uzoq vaqt oladi. Kutolmaymiz. Mashina shashilinch olmam. Egasi shoshilyapti tezroq hayday deb. Zavod qilib uladik. Ulagandan keyin ne ko'z bilan ko'raychi, tumanlikda yoqsak, mana ko'rayotgan bo'lsa, amerikanskiy Tesla'larda shu yerda sara gabaritni yonib turadi, mana bu tarafda yonib turibdi. Shu narsa o'ng tarafda yonmayapti. Bu nimaga yonmayapti deb men sxemani ochib, chachib, ontar-to'ntar qilib simlarini boshqatdan tekshirib chiqdim. Keyin ne ko'z bilan ko'raychiki, bu yerda o'zi mana ko'rinayotgan bo'lsa agar, diod yo'q ekan. Bu Xitoy tumanlikmi, originalmi men tushunmayapman. Bu qayerdan kelgan? Bu eng qizig'i, uni birkasi ham yo'q. Xitoyligini, na originalligini bilib bo'lmayapti. Esa bu Tesla bilan qiziq holatlar bo'lyapti. Boringlar, sizlar bilan birga bo'linglar, yana yo'llarini qo'yishda davom etamiz.